2025-yil 27-noyabrdagi ish o'rnimiz ishga taklif qilamiz. Oylik maoshlar hozir ishlayotgan bolalar примерно o'zbek so'mida 18 million so'mgacha daromad olishyapti bu ish o'rnimizda. Dollarda hisoblaganimizda 1600 dollar atrofida daromad olishyapti oylik bir oyiga. Ish joyimiz Qirg'iziston Respublikasida qurilish kompaniyasida. Kompaniya O'zbekiston qurilish kompaniyasi. Har примерно 3-4 kunda ratchotka berilyapti. Zadержка bo'lishini oldini olish uchun o'sha ishlayotgan ustalarni doimiy ishonchini qozonish uchun iloji boricha biz har 3-4 kunda ratchotka beryapmiz. Gazoblok urish bo'yicha ustalar ishga taklif qilyapmiz. Agar sizlarda komandalar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar yoki yo'q bir o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz ham bizga kunlik murojaat qilayotgan odamlarni o'zlari bilan bitta komanda bo'lib borib ishlasanglar bo'ladi. Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod shahrida ish o'rnimiz. Har 1000 ta gazoblok urilganida ratchotka beriladi, zadержкасы yo'q. Gazoblogimiz bo'yicha o'rtacha 5 kishilik komanda 1000 talik объемini o'rtacha 3-4 kunda urishyapti. 3-4 kunda ichida 1000 tadan urishyapti. Har 1000 ta urganida yakshanbami, shanbami bez razница, любой время 24 soat ratchot pulinglarni olishinglar mumkin bo'ladi. Xohlaylar 10 kishilik komanda bilan kelib, bir kunda 1000 ta uringlar, пожалуйста, bir kunda har kuni ratchotinglarni olinglar. Zadержкасы yo'q. Xo'p, dokument masalalari, shartnoma muddati 6 oylik bo'ladi. 6 oylik shartnoma asosida ishga qabul qilamiz. Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod shahridagi dokument xarajatlarini 6 oylik xarajatlari o'rtacha o'zi aslida O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga oyiga 5000 so'mdan Qirg'iz so'mida, ya'ni 800 ming so'm atrofiga to'g'ri keladi o'zbek so'mida. 6 oyiga o'rtacha 4 million so'm 4 million so'mdan oshadigan, ya'ni 400 dollar atrofida rasxodlar bo'ladi. Bu rasxodlarni ham bizni firmamiz qoplab beradi tekinga. Instrumentlar bilan ta'minlanadi. Faqat sug'urta xarajatini qilasizlar. 1 236 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori 3 baravarda. 6 oyga boshqa 1 so'm rasxod qilmaysizlar. Matraslar olib beramiz, yangi, faqat bitta adyal bilan yostiq, bolishlar o'zingizlar bilan olib kelishinglar talab qilinadi. Xo'p, qonuniy mehnat shartnoma tuziladi. Yangi yilgacha yaxshi ishlab bergan ishchilarga, ustalarga yangi yildan keyinga agar xohlasa, желательно qonuniy mehnat shartnomasini yana ham qo'shib, kuchaytirib, doimiy ishchilikka o'tkazib, staj, ya'ni трудовой knижка qilib beramiz. Трудовой knижкani plyus tarafi juda ham katta. Kredit olmoqchimisiz, mashina olmoqchimisiz yoki ertaga Yevropaga, qaysidir davlatga turistik viza olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, oylik maoshingiz yuqoriligini hisobiga bu masalalar bo'yicha hech kimga keyinchalik ishingiz tushmaydi. Bo'sh ish o'rinlarimiz soni hozircha 25 ta. 2025-yil dekabr oyini 6-sigacha amal qiladi bu ish o'rnimiz. Telefon raqamlarimiz 95 lik 044 48 07 raqamlariga obeddan keyin murojaat qilishingiz mumkin har kuni.